Hammaga salom, bu aziz bu navbatdagi darsimiz. Bugungi darsimizning mavzusi taqribiy integrallash. Mana biz shu choqqacha integrallash bir qancha usullarini ko'rgandik. Agar biz masalan bizning funksiyamizni boshlang'ich funksiyasini topa oladigan bo'lsak, biz integrallayotganda mana shu boshlang'ich funksiyasiga b va a qiymatlarini qo'yib, ularning orasidagi farqni topamiz. Demak, mana shu formula bizda Newton-Leibniz formulasi deyiladi. Nimaga Newton-Leibniz? Chunki mana shu formulani ikkita olim mustaqil ravishda bir-biridan bilmagan holda mana shu formulani aniqlashgan. Agarda biz masalan funksiyamizdan boshlang'ich funksiyasini topa olmasak, unda qanaqa qilib aniq integralni hisoblaymiz? Unaqada biz taqribiy hisoblashimiz mumkin, to'g'rimi? Mana biz oldingi darslarimizda aytdik, o'zi integral nima degani? Integrallash degani mana masalan funksiyamiz grafigi hosil qilgan maydonni yuzasini topish, to'g'rimi? Yuzasini topish uchun biz masalan mana shu maydonni bir qancha to'g'ri burchaklarga bo'lsak bo'ladi, to'g'rimi? Bu to'g'ri burchaklar usuli yoki formulasi deyiladi. Mana masalan agar biz mana shu grafigi juda ham ko'p to'g'ri burchaklarga bo'ladigan bo'lsak, bizning yuzamiz shunchalik aniqroq bo'ladi, to'g'rimi? Agar masalan kamroq to'g'ri burchak bo'ladigan bo'lsa, unda bizda ma'lum bir nisbiy xato bo'ladi. Masalan, agar hozir deylik, mana bilmadim, mana masalan, mana 6 ta yoki 7 ta to'g'ri burchak bor, to'g'rimi? Agar ularga bo'ladigan bo'lsa, mana birinchisini hisoblaymiz-da, mana bizda xato mavjud bo'ladi, to'g'rimi? Chunki bu qismini kirgizmadik-ku. Mana ikkinchi to'g'ri burchakni qaraydigan bo'lsak, mana yana xato. Bu yerda mana qo'shimcha kirgizvordik biz. Uchinchisida ham, mana to'rtinchisida ham mana yana qo'shimcha kirgizdik. Oxirgisiga qaraydigan bo'lsak, biz mana bo'laklarni umuman kirgizmadik, to'g'rimi? Demak, bizda ozgina nisbiy xatolik bo'ladi. Demak, bizning to'g'ri burchaklarimiz soni qanchalik cheksiz bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qanchalik katta bo'ladigan bo'lsa, shunchalik bizning xatoyimiz nolga yaqinlashib boradi. Tushunarlimi? Buni eslab qolishimiz kerak. Demak, quyidagi formula bilan topiladi. Bizda b minus a taqsim n bor. b minus a bu nima? b minus a mana biz ko'rib turibmiz, biz a dan b gacha bo'lgan kesmani uzunligi, to'g'rimi? Masalan, b imiz 6 da joylashgan bo'lsa, a imiz 1 da joylashgan bo'lsa, ushbu kesmamizning uzunligi 5 ga teng bo'ladi, to'g'rimi? 6 dan 1 ayiramiz. n bu nima? n bu mana shu biz maydonni bo'lmoqchi bo'lgan to'g'ri burchaklarimizning soni, to'g'rimi? Miqdori. To'g'ri burchaklar soni. Agar qanchalik u katta bo'ladigan bo'lsa, biz aytdik, shunchalik xato nolga yaqinlashib boradi. Tushunarlimi? Demak, mana shu kesmamizdan deylik, hozir mana nechta bo'lakka bo'ldik biz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ta bo'lakka bo'ldik, to'g'rimi? Ushbu misolimizda 7 ga teng. Demak, mana masalan hozir mana shu kesmamizning uzunligi 7 ga teng bo'ladigan bo'lsa va to'g'ri burchaklarimiz soni ham 7 ta bo'ladigan bo'lsa, demak har bitta mana shu to'g'ri burchagimizning mana asosi 1 ga teng bo'ladi, to'g'rimi? 1 birlik, keyingisi ham 1 birlik bo'ladi. Mana shuni biz yana delta x deb atagandik oldingi darslarimizda, to'g'rimi? Demak, mana shu b minus a taqsim n ni delta x deb atasak bo'ladi, to'g'rimi? Delta x deb atasak bo'ladi. Agar masalan hozir delta x ni taqsimlab chiqargan bo'lsak, bizda nima hosil bo'ladi? Bizda f a ko'paytirilgan delta x hosil bo'ladi. Keyingisi bo'lsa f x1 ko'paytirilgan delta x hosil bo'ladi va hokazo. Va mana oxirgi hadigacha boramiz. Oxirgi hadida bizda f x n minus 1 ko'paytirilgan delta x hosil bo'ldi, to'g'rimi? Demak, birinchisiga qaraymiz hozir. f a ko'paytirilgan delta x. Bu nima degani? Funksiyamizning a dagi qiymati, mana funksiyamizning a dagi qiymati ushbu nuqtaga teng, to'g'rimi? Funksiyamizning a dagi qiymati. Demak, agar mana shu kesmaga hozir mana biz mana shu kesmaga agar biz delta x ko'paytiradigan bo'lsak, bizda birinchi to'g'ri burchagimizning yuzasi hosil bo'ladi. To'g'ri? Birinchi to'g'ri burchagimizning yuzasi hosil bo'ladi. Mana buni topdik. Mana s1 deb ataydigan bo'lsak, bizning birinchi to'g'ri burchagimiz hosil bo'ladi. Agar endi hozir xuddi shunaqa qilib mana ikkinchi kesmani ham agar ko'paytiradigan bo'lsak, mana f x1, ya'ni bizning funksiyamizning x1 dagi qiymati bu mana bu nuqtada joylashgan, to'g'rimi? Mana bu nuqtamiz, demak, funksiyamizning x1 dagi qiymatiga teng. Demak, agar mana shu kesmani uzunligiga, hozir mana shu kesmani uzunligiga biz yana delta x imizni agar ko'paytiradigan bo'lsak, bizda ikkinchi to'g'ri burchagimizning yuzasi hosil bo'ladi. To'g'rimi? Xuddi shunaqa davom etaveramizda, oxirgi to'g'ri burchakni agar yuzini hisoblaydigan bo'lsak va hammasini qo'shib chiqadigan bo'lsak, bizda mana shu funksiyamiz hosil qilgan maydonni taqribiy yuzasi kelib chiqadi. To'g'rimi? Demak, biz taxminan topgan bo'lamiz. Masalan, aniq yuzasi 100% bo'ladigan bo'lsa, biz taxminan 95% ni topgan bo'lishimiz mumkin yoki 97% ni topgan bo'lishimiz mumkin. Agar n-imiz juda ham katta son bo'ladigan bo'lsa, masalan, cheksizlikka yaqinlashib boradigan bo'lsa, unda biz 100% aniqlikni topgan bo'lamiz. Tushunarlimi? Ya'ni 100% ga yaqinlashib boramiz. Mana hozir endi bir qancha misollarni ko'rib chiqamiz. Qaranglar, agar bizning funksiyamiz mana bir xil funksiya berilgan, to'g'ri? Mana shu funksiyamizning grafikini biz to'g'ri burchaklarga bir qancha usulda bo'lib chiqishimiz mumkin. Mana masalan, chap qirrasi bo'ylab to'g'ri burchaklarga bo'lib chiqishimiz mumkin. Mana birinchi to'g'ri burchagimizga qaraydigan bo'lsak, uni chap qirrasi demak funksiyamizning grafikiga teng, to'g'rimi? Demak, mana shu nuqtaning uzunligi nechaga teng?
funksiyamizning a dagi qiymatiga teng, to'g'rimi? Demak, bu mana bizning birinchi to'g'ri burchagimiz. Ikkinchi to'g'ri burchagiga qaraydigan bo'lsak, uni ham chap qirrasi mana bizning funksiyamizga tegyapti. Keyingi to'g'ri burchagimiz ham xuddi shunaqa. Xohlasak, biz 10 tarafdagi qirrasidan olishimiz mumkin. Mana birinchi to'g'ri burchagimizni qaraymiz-da, birinchi to'g'ri burchagimizda faqat 10 qirrasi bizning funksiyamizga tegyapti. Ikkinchi funksiyamizni ham to'g'ri burchagini qaraydigan bo'lsak, uni faqat 10 tarafdagi qirrasi bizning funksiyamizga teng. Xuddi shunaqa mana oxirgi agar to'g'ri burchagini qaraydigan bo'lsak, uni ham demak to'g'ri burchagini qirrasi 10 tarafdagi qirrasi funksiyamizga tegayotgan bo'ladi. Tushunarlimi? Mana masalan birinchi misolda qaraydigan bo'lsak, biz kami bilan taqsimlayotgan bo'lamiz. Nimaga? Agar yaxshi qaraydigan bo'lsak, biz ma'lum bir maydonlarni biz hisobga kiritmayotgan bo'lamiz, to'g'ri? Mana shu bizning nisbiy xatoligimiz bo'ladi. Demak, biz topgan mana shu usuldan agar foydalanib taqribiy hisoblaydigan bo'lsak, biz haqiqiydan sal kamroq hisoblagan bo'lamiz, to'g'rimi? Chunki mana bu maydonlar bizning hisobimizga kirmayapti-ku, to'g'rimi? Agar keyingi usulga qaraydigan bo'lsak, agar 10 qirra taraf bilan oladigan bo'lsak, unda biz oshig'i bilan hisoblagan bo'lamiz. Nimaga? Chunki mana ko'rib turibmiz, biz funksiyamizda katta bo'lgan qiymatlarni ham hisobga kiritayotgan bo'lamiz, to'g'rimi? Mana masalan oxirgisini qaraydigan bo'lsak, biz ko'proq hisoblayotgan bo'lamiz. Demak, agar bizning mana shu haqiqiy maydonimizda a harfi bo'ladigan bo'lsa, birinchisida mana masalan taqribiy hisoblaganimizda biz a dan kichkina bo'lgan maydon hosil bo'ladi, to'g'rimi? A dan kichkina bo'lgan maydon hosil bo'ladi. Masalan, S deydigan bo'lsak, mana shu to'g'ri burchaklarimizning yuzini yig'indisi haqiqiy maydondan kichkinaroq bo'ladi. Agar ushbu usulga qaraydigan bo'lsak, uchinchi usulga qaraydigan bo'lsak, unda bizning haqiqiy maydonimiz biz taqribiy hisoblagan maydondan kichkina bo'ladi. Ya'ni biz hisoblaganimiz ozgina kattaroq bo'ladi. Nimaga? Chunki biz oshig'i bilan hisoblagan bo'lamiz. Lekin biz xohlasak mana shu to'g'ri burchagimizni ushbu funksiyamiz grafikini markazdan o'tadigan qilsak bo'ladi. Ya'ni mana shu birinchi to'g'ri burchagimizni qaraydigan bo'lsak, mana shu to'g'ri burchagimizni yuqoridagi nuqtasini o'rtasidan bizning funksiyamizning grafik o'tadi. Shunaqa qilib hisoblasak ham bo'ladi. To'g'rimi? O'shanda bizda xato kamroq bo'lishi ham mumkin. Masalan, ikkinchi to'g'ri burchagini qaraydigan bo'lsak, bu yerda oshig'i bilan olamizda, bu yerda kami bilan hisoblagan bo'lamiz. Yoki masalan oxiriga qaraydigan bo'lsak, bu yerda oshig'i bilan hisobladik, bu yerda kami bilan hisobladik. Shuning uchun bular bir-birini kompensatsiya qilishi mumkin, to'g'rimi? O'shanda nuqtalarimiz qanaqa ko'rinishga ega bo'ladi? Nuqtalarimiz mana masalan bizda A nuqta bor, keyingisi x1 nuqtasi bor, to'g'rimi? Demak, bizning mana shu qiymatimiz, ya'ni mana shu birinchi to'g'ri burchagimizning balandligi nechaga teng bo'ladi? U A va x1 kesmasini o'rtasidagi qiymatga teng bo'ladi, to'g'rimi? Uni biz masalan x1 taqsim 2 deb atasak bo'ladi, ya'ni yarim. Keyingisiga qaraydigan bo'lsak, mana keyingi nuqtamiz o'sha nechaga teng bo'ladi? Mana birinchisi yarimdagi nuqtaga tengida, keyingisi 1,5dagi nuqtaga teng bo'ladi. To'g'rimi? 3 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Keyingi nuqtani qaraydigan bo'lsak, u funksiyamizning 2,5dagi qiymatiga teng bo'ladi va hokazo. Tushunarlimi? Demak, mana shu ushbu usuldan foydalanib, biz to'g'ri burchaklarga bo'lib taqribiy hisoblasak bo'ladi. Demak, formulasi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Mana ko'rib turganimizdek, agar bizga funksiya berilgan bo'lsa, A dan Bgacha agar biz mana shu funksiyamizning grafiki hosil qilgan maydonni yuzini hisoblamoqchi bo'lsak, u taxminan nechaga teng bo'ladi? Mana bizda delta x bor, to'g'rimi? Delta x biz funksiyamizning qiymatlariga ko'paytiramiz. Agar masalan bizning to'g'ri burchagimizning chap tarafdagi qirrasi agar funksiya grafikiga teng bo'ladigan bo'lsa, demak biz eng birinchi qiymatdan boshlaymiz, to'g'rimi? A imiz agar x0 deb oladigan bo'lsak, ya'ni hozir x0 imizni biz A deb oladigan bo'lsak va oxirgi nuqtamizni biz xn deb olamiz o'shanda, to'g'rimi? xn deb oladigan bo'lsak, o'shanda biz birinchi x0 qiymatdan boshlaymiz, to'g'rimi? Mana bu to'g'ri burchagimizning chap tarafdagi qirrasidan boshlaymiz. Keyin undan keyin x1 dagi qiymatini olamiz. Ya'ni mana masalan ikkinchi to'g'ri burchagimizning yuzi bo'ladi bu, ikkinchi to'g'ri burchagimiz va oxirgi to'g'ri burchagimizning yuzi, endi biz xn ni olmaymiz-da, balki mana ko'rib turganimizdek to'g'ri burchagimiz bo'ladigan bo'lsa, chap tarafdagi koordinatani olishimiz kerak, to'g'rimi? xn dan bitta oldin xn - 1 joylashgan. Demak, biz xn - 1 dagi qiymatini olib, masalan yig'indisini olib, keyin delta x ga ko'paytirib biz taqribiy yuzini hisoblashimiz mumkin ekan. Tushunarlimi? Demak, bu birinchi usul. Agar 10 tarafdagi qirrani oladigan bo'lsak, 10 tarafdagi qirrani oladigan bo'lsak, demak mana shu kesmamizning uzunligi nechaga teng bo'ladi? Ushbu kesma uzunligi bizning funksiyamizning x1 dagi qiymatiga teng bo'ladi, to'g'rimi? Demak, ana endi biz f x1 dan boshlaymiz, to'g'rimi? Agar chap tarafdagi qirradan olsak, biz f x0 dan boshlagandik. Agar 10 tarafdagi qirrani oladigan bo'lsak, biz x1 dan boshlaymiz. Keyin x2 ga o'tamiz. Mana keyingi to'g'ri burchakka qaraydigan bo'lsak, uni balandligi mana funksiyamizning ushbu nuqtadagi qiymatiga teng va hokazo. Oxirgi to'g'ri burchakni qaraydigan bo'lsak, mana biz 10 tarafdagi qirrasiga qaraymiz, u xn ga teng ekan, to'g'rimi? Demak, mana shu oxirgi nuqtamiz bizning funksiyamizning xn dagi qiymatiga teng bo'ladi, to'g'rimi? Mana shu kesmani uzunligini agar biz yana delta x imizga ko'paytiradigan bo'lsak, bizda oxirgi to'g'ri burchagimizning yuzasi hosil bo'ladi. Mana shu hamma yuzlarni agar qo'shib chiqadigan bo'lsak, bizda mana shu funksiyamizning taqribiy integrali hosil bo'ladi. Tushunarlimi? Agar ikkinchi usuldan foydalanadigan bo'lsak, biz mana aytdik, mana masalan a bilan x1 dagi qiymatda o'rtasini olishimiz kerak, to'g'rimi? Buni biz yarim deb atasak bo'ladi, x yarim deb atasak bo'ladi. Keyingisi x1,5 bo'ladi, keyingisi va nihoyat oxirgisi demak bizani xn hamda
xn minus 1 o'rtasida joylashgan nuqtadagi qiymatga teng bo'ladi. Tushunarlika? Demak, hammasini mana shularni agar delta x ga ko'paytirib, keyin yig'adigan bo'lsak, bizda mana shu ikkinchi usul bilan hisoblangan yuzamizning taqribiy qiymati hosil bo'ladi.